O'sha trend darajasiga chiqib ketgan bu brasletlarimizni mashhur insonlarimiz taqib yurishdi. Bulardan Otabek Umarov, LeBron James, Cristiano Ronaldo. Bu brasleti oddiy braslet emas, bu insonlarning hayotini yaxshilash uchun ishlab chiqarilgan. Asosiy funksiyalari uyqu rejimini chuqur tahlil qiladi. Yurak urishi, nafas olish, stress holatlarini analiz qiladi va kun davomida tana olgan yuklamalarni ko'rsatadi. Bu brasletimizni $380 podpiskalari bilan qilib beramiz. To'xting, buncha qimmat deysizlarmi? Sizlarga bitta variantini ko'rsataman yana. Atiga 270 ming so'm evaziga ko'p turganlar deb birga bir variantlarni ham olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib turibsizlar, o'zimiz ham taqib oldik. Qo'lda turishlari ham zo'r, ixchamgina bo'lib turadi. Funksiyalari bilan tanishtirib o'taman. Bu brasletni ulash uchun App Store'dan yoki Play Marketdan Quarring programmasini telefonga o'rnatib olamiz. Programmani sinfga qo'yganingizdan keyin hech qanaqa ortiqcha to'lovlar qilinmaydi. Hammasi tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek aktivnost, uyqu rejimi, stress holatlarini ko'rsatadi. Undan tashqari hamma nastroykalarni общий pastiga kirib turib ko'rsatib bo'ladi. Mana shu hamma rejimlari xudo xolasa bor. O'rtoqlar, sizlar uchun bu brasletlarni har qanaqasidan olib kelib qo'yganmiz. Qimmatli deysizlarmi, arzon deysizlarmi, sharoitingizga qarab xarid ko'rasizlar. O'zbekiston viloyatlariga va shahar ichida dastavkamiz bor. Bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar.